Hop, Samsung Tab S9 5G SMX716B ekrani sinib ketgan, pirillab qolgan o'zi. Tak. Zaryadkasi ham tugabdi, ko'rsatmayapti o'zi. Hop, bunga original ekran qo'yib beramiz. Mana S9 original ekran. Nasıl inson ekran вообще qimmat. Hozir $350 ga tushyapti klientga. O'zi ham hamma narsalari bor ekan. Anaqa bir narsalari. S9 arziydimi $350 ga, nima deb o'ylaysizlar? Uni suyuch tashing. S9 Tab S9 ekranni qo'ydik. Ushashgan odam qo'rqyapti bu. $350 ekran sinib qoladimi deb yana. Tak. Cho'tki rezinka qilinmaydi, chunki o'zining vodostoykalari bor ekan. Yangi ekranni qo'yib berdik. Mana bu o'zining ekrani. Mana bu yangi ekran. Spesialniy servis ekrani Samsung Tab S9 5G.